Avval degan ojiz nima? Ya balla deymi? O'g'illar to'y qilgan. Faqat qoldim deb o'shtashlab hozir. Ya o'g'il mayli, o'sha to'y qilishdan burun o'sha o'g'il dadasiga men to'y qilmaydi qanda deganda deymi. Men bu mana dedi bor. Dada men Abdulat deb yaxshi ko'rib qolgan. Abdulat ikkimizdan 5-ni bir chet qo'yganmisan dada dedi. Dadasi deymi? Ha, bo'pti bolam, hozir men qizlarga yomon buzib ketib bordi. O'g'illarning yaxshi bo'lib qo'ydi. Abaldan dadasi tektirdi deymi? Ey o'g'lim, o xalqning o'g'li bilan aralashgandan keyin egilmasang bo'lmaydi. Hep sening vakayning bir ining bor. Dadasi sen tektirdi unga. O'g'lim, bir o'g'avalni olgandan keyin uning ko'zidan yosh oqizma. O'g'aval degan ojiz nima? Dadasi tektirdi, balam, o'shirishni qildingmi? O'g'avalni bek ochiq kiyingan o'g'aval emas. Ochiq kiyinmaydi balam, biz cho'ng'ay turamiz, buvilaring bor. O'g'li dadasiga tushuntirib ketdi dada, xotirjam bo'l. Shunga dada bunda qarsam-chi, uning faqat qiz oldi farqi yo'q bir bola bor. Onun keyin bu men to'y qilgan bu o'g'ilning bir yaxshi yeri dada. Men uyda yo'q vaqtlarda o'g'limning yo'qligini faqat chamdomayman. O'g'lim deb tursan bo'laverdi işte. Shuning bilan dadasi deymi? Sen yo'q vaqtlarda balam, o kelin bola istedi yo'qlam. Dada, da qolmas.